Toshkentda dahshatli avtohalokat natijasida elektromobil xuddi o'tindek yonib ketdi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, voqea aynan mana shu yerda yuz bergan va avtomashina bu tarafdan katta tezlikda kelib, ushbu beton to'siqqa urilishi natijasida sirpanib, yo'lning narigi tarafiga uchib ketgan. Holat Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi katta xalqqa avtomobil yo'lida yuz berdi. Bu yerda hattoki avtomashinani bo'laklarga bo'linib ketgan qismlarni ham ko'rishingiz mumkin. Biz ushbu holatga guvoh bo'lgan fuqaroni izlab topdik. Qanday bo'lgan edi? Biz bu yerda ishda edik, ishlab yotgandik. Gumbullagan ovoz chiqib ketdi, nima bo'ldi ekan deb qarasak, mashina o'tib ketdi, mana yonib boshladi. Jaylar keldi, o'lchab, pojarni keldi, ketdi, keyin o'chirib ortib ketdi. Mashinadagi yong'in o'chirildimi to'liq? O'chirildi, to'liq o'chirildi. Ichidagi odamlarga tan jarohati yetmadimi? Yo'q. Hammasi tushirib olindi, odamlar keldi, yordam berdi, tushirib oldi. Yon atrofdagi kuzatuv kameralariga mashina bu tarafdan katta tezlikda harakatlanib kelayotganligi aks etgan tasvirlar muhrlanib qolgan. Avtomashina beton to'siqqa urilib taxminan 70-80 metr uzoqlikka sirpanib kelgan va aynan mana shu yerda yonib ketgan. Ushbu holat bo'yicha hozirgi vaqtda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Yurtdoshlarimizdan qonunlarga, qoidalarga rioya qilishlarini so'rab qolamiz.